Chilonzor mo'sidan tushirishda ayanchli avariya bo'lgan akalar. Mana qaranglar, juda yomon. Ya Alloh, yo'g'ida mana Spark'am bor ekan. 4 ta mashina avariya bo'lgan akalar. Ehtiyot bo'linglar, iloji boricha sekin yurishga harakat qilinglar. Men o'zim ham bir qaqat tez yuraman. Bitta gap, uyda ota-onamiz kutib o'tirishibdi-da. Shuni inobatga olib, shu uydagilarimizni qachon kelar ekan shu bolam deb kutib o'tirishadi. Shuni inobatga olib, ehtiyot bo'lib yurishimiz kerak. Bu video pont uchun yoki prosmotr uchun yig'ilayotgani yo'q, ogoh bo'linglar deb bu video qo'yilyapti. Ko'pchilik o'ylashi mumkin yoki gapirib kommentariyada yozish mumkin. Har xil odam bor, prosmotr yig'ish uchun qo'yayotsan. Yo'q, menga prosmotr yig'ishdan buni foydasi yo'q. Men prosta bu videoni chiqarayotganim ko'pchilik ko'rib, shu holatni ko'rib, shu holatga tushmaslik uchun sekinroq yursin degan maqsadda bu videoni chiqaryapman. Ogoh bo'linglar degan maqsadda chiqaryapman akalar. Joningiz sog' bo'lsin, o'zingiz ehtiyot qilinglar.